Bugun sizlar bilan Cherry Tiggo 7 Pro modeli haqida gaplashamiz. Tiggo 7larimiz 3 ta pozitsiyada bo'ladi. Birinchi pozitsiyasi 299 million 900, ikkinchi pozitsiyasi 344 million 900, uchinchi pozitsiyasi 365 million 900 ming so'm bo'ladi. Motor qismi 1.5 turbina motor, birinchi, ikkinchi pozitsiyasi, uchinchi pozitsiyasi 1.6 turbina motor bo'ladi. Birinchi, ikkinchi pozitsiyasi oldi vidushi, oldi ballonlari tortadi. Uchinchi pozitsiya 365 millionligi 7 Pro Max'da 4 ta ballon tortadi. Bundan tashqari ikkinchi, uchinchi pozitsiyamiz tashqi ko'rinishi bir xil bo'ladi. Birinchi pozitsiyada ozgincha tashqi ko'rinishda o'zgarishlar bor, farqi bor. Birinchi, ikkinchi pozitsiya ballon razmerlari 18 razmerda bo'ladi, uchinchi pozitsiyasiniki 19 razmerda bo'ladi. Avtomobilimizni uchala pozitsiyasida ham tom qismida panoramasi bor, bagaj eshiklari elektronli ochilib yopiladi. Birinchi pozitsiyasida 1 bilan 2 da farqi, ikkinchi pozitsiyasida 360 kamera, беспроводной zaryadka, pamять сидения bo'ladi. Birinchi pozitsiyasida shu narsalar bo'lmaydi. Ikkinchi, uchinchi pozitsiyamizda oldi, orqa sidenalari, rullar hammasi isitadi. Birinchi pozitsiyada faqat oldi va rul qismi isitadi. Ko'rishingiz mumkin, salonimiz ichlarida ham ancha o'zgarishlar bo'lgan. Skorost rechaklari xrustanli bo'lgan. O'zida elektronli rushnoy avtohold, barda, hamma uchala pozitsiyasida ham barda suvutgichlari bor. Sideniyalari elektronli bo'ladi, upravleniyasi. Polniy salon, kojinli salon, hamma pozitsiyasida, uchala pozitsiyasida ham rulimizda cruise control, multimedia upravleniyalari, hamma narsasi bor. Jamiki kerakli narsalar, hamma narsasi bor. Tashqari ikkinchi qatorini ko'rsangiz ham bo'ladi. Ikkinchi qator sideniyalari ham ancha keng. Orqa sideniyalari ham isitadi. O'zida ikkinchi qator uchun havo deflektorlari bor. Mashinamizni orqa qismini ko'rsangiz ham bo'ladi bemalol. Ikkinchi, uchinchi pozitsiya orqa ko'rinishi shunaqa bo'ladi. Bagaj qismimiz elektronli, ochiladi. Bagaj объемimiz 475 litr. Bagaj eshigini mashinaning displey monitoridan baland pastligini regulovka qilsangiz bo'ladi, ochilishini. Bu yoqdan boshqaruvi bor, o'sha boshqaruv orqali to'g'rilab qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasangiz balandroq, xohlasangiz pastroq qilsangiz bo'ladi. Salon bagaj qismida o'zini svetlari bo'ladi. Hamma pozitsiyasida sveti bor. Mana tagida zapaska ballon, bu yoqda o'zida alohida polkasi bo'ladi. Ikkinchi, uchinchi pozitsiyasida buni tagida zapaska ballon, domkrat ключ, naborlari, hamma narsasi shuni ichida bo'ladi. Yopilishlari ham elektronli, mavodosiga ekstremniy vaziyatda qisib qolmasligi uchun o'zi xavfsizlik jihatlari o'ylangan. Mashina o'zi avtomat bagajni qaytaradi. Yopilishi ham elektronli. Orqa qismimizda ham o'sha mashina restayling bo'lgan, 26 restayling o'zgargan. Orqa bamper qismlari, orqa faralari hammasi o'zgargan. Lobovoy, orqa lobovoy, oldi lobovimizda o'zida spirali bor, isitadigan. Sovuq kunlarda sizga muammo bo'lmaydi, oynalari parlanishini oldini oladi. Mashinamizni ko'rib chiqdinglar. Sizlarga to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, Cherry Guliston avtosalonimizga tashrif buyuring yoki bo'lmasa pastdagi quyidagi nomerlarga telefon qiling. Hamma ma'lumotlarimizni sizga beramiz.